Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Saydana klinikasida navbatdagi amaliyotimiz bu tur amaliyotini bajaryapmiz. Bu asosan yosh keksa oqsoqollarda, erkaklarda prostata bezi adenomasini CD yo'lini to'sib qo'yish hisobiga siyishda qiyinchiliklar yoki bo'lmasam bizda shu holat bo'ladiki, CD tuzilishigacha olib keladigan bemorlarimiz borda. Sistemik drenaj qo'yib, keyin operatsiya qilinadigan bemorlarimiz bor. Shularda juda qo'l beradigan operatsiya turi. Bungacha avvallari kesib operatsiya qilardik. Katta hajmdagi operatsiya bo'lardi. Ko'p qon yo'qotishlar, ko'rmasdan, qon ketishini ko'rmasdan tampon yoki bo'lsam tikib to'xtatish amaliyotlari bajarilardi ochiq usulda. Ochiq usuldan keyingi holatlarda ham mana uretralniy kateter deymiz, zakarda turadigan kateterlar, jarohat sohasida turadigan kateterlar uzoq vaqt turishi ham juda rol o'ynardi. Sabab u og'riqli bo'lib, achishlar bilan bo'lib, shunaqa holat kechardi. Qonni to'xtatishni usulini ayrim xirurglar mana tampon qo'yish bo'lardi. Unda 2 metr, 1,5 metrli uzun tampon qo'yilardi jarohat sohasiga. Shu bilan qon to'xtatilardi. Uni ikkinchi sutkasida keyin olib tashlash jarayoni bo'lardi. U juda og'riqli kechardi. Bemorga og'riq qoldiruvchi qilib olingan taqdirda ham baribir og'riqni sezadigan holatdagi muolaja desak ham bo'ladi. Avvallari shu tur amaliyoti apparaturalarini yetishmovchiligi, mutaxassislarning yetishmovchiligidan majbur shunaqa an'anaviy usulda kesib qilinishlar bajarilardi. Hamma klinikalarda, hamma viloyatlarda. Markazlarda u uzoqdan beri bajarib kelayotgan amaliyot bu tur. Hozir endi har bitta viloyatda bu tur amaliyoti bajarilish yo'lga qo'yilgan. Bu bemorlarimizga ancha yengillik bo'ladi. Sabab ko'pchilik yosh keksa oqsoqollar, erkaklarimiz bu amaliyotdan qo'rqadi. Sabab ota-bobolarni eshitgan, aka-ukalarni eshitgan, bunaqa amaliyot qiyin bo'lganligi uchun hammasi bu adenoma bezi, prostata adenomasi desa ko'pchilik erkak kishilar bezilib qolgan. An'anaviy usulimizni yana bitta minus tomonlari baribir bu yosh keksalarda uchraganligi uchun ko'pincha yurakda muammolar bo'lardi. Katta hajmdagi operatsiyaligi uchun operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lib qolardida bemorlarimiz umrbod sistemik drenaj bilan qolib ketganlari ham bo'lgan. Operatsiyani ko'tarmaydi deb anesteziologlar atkazib berish hisobiga. Hozir bunaqa qiyin masalalar qolmagan. Hamma jarayon transuretral rezeksiya deymiz. Hech qayerni kesmasdan tabiiy CD yo'l orqali kirib, shu prostata bezini olib tashlash amaliyoti bajariladi. Bu amaliyotdan keyin uretralniy kateter ham uzoq turmaydi. 1 kun, 2 kun, maksimum 3 kungacha turadi, keyin mustaqil seyishni boshlaydi bemorlarimiz. Keyin bu amaliyotga общий narkoz berish shart emas, spinalniy anesteziya deymiz. Bel sohasidan pastki qismi og'riqni sezmaydi. Bemor o'zi hushida bo'lib, bemorga gaplashib, ko'rib, operatsiya jarayonini kuzatishi mumkin billa. Hoji aka, og'riqni sezmayapsizmi? Yo'q, og'riq sezganim yo'q. Sezish yo'qmi? Sizda nima bezovtagarchilik bo'lardi? Shikoyatlaringiz qanaqa bo'lardi? Tunda ko'p siyish bo'larmidi? CD oqimi pasayishi bo'larmidi? Nimalar bezovta qilgan sizda? O'sha siyishda muammo bo'lardi. Ha? Achishib, tez 1,5-2 soatda siygim qistab, agar bir 3 soatga o'tib qolsa, qo'yib yubormasdan qiynalardim. Avvalgi operatsiyalarni eshitganmisiz? Mana aka-ukalar, ota-onalar, otalar qilgizgan-ku mana yosh katta keksa oqsoqollar. Oldin operatsiya bo'lganda bitta odam o'sha o'zim olib borganman mashinamda, bo'lmay qolganda qo'rqardik. Hozirgi holatda endi mana yaxshi deyapti. Operatsiya jarayonini billa o'zingiz kuzatib borishingiz mumkin. Suhbatlashib, og'riqsiz, keyin hech qanaqa tiqsiz. Hozir og'riq sezganimiz yo'q. Endi oldingi holat bilan hozirgi holat texnikalar rivojlangan. Tengdoshlarga, akalarga nima deysiz? Mana shu prostata bezi bilan aziyat chekayotgan bemorlarimiz juda ko'p-da. Bizda hali o'zbekchilikda yoshimga xos o'zgarish ekanda deb o'ylaydi-da. Qachonki shu CD tutilishi bo'lib, sistemik drenaj qo'yishgacha olib keladigan bemorlarimiz bor. Ularga endi ko'pchiligi yosh ulug' bo'lgandan keyin shunaqa holat bo'ladi deydi. Bu demasdan kelib, qo'rqmasdan kelib qildirish kerak ekan.
hozir ba'zi yoshlarda ham bo'lib qolyapti bu narsa. Shunaqa. O'shalarga ham tavsiyam endi kelib, qo'rqmasdan kelib, mana hozir mana yarim soatdan o'tdi, bir og'riq sezganimiz yo'q. O'zimni holatimdaman, aqlim joyida bo'lib turibdi. Mana o'zim nima bo'layotgan holatni ekranda ko'rib turibman. Hozir qonayotgan joylarni bir qator to'xtatib, Bitta haligi keyin yana ishcha yog'ochni randada qirqqan tekislaganda shunaqa.